2026 Chevrolet Labo. Bu shunchaki kichik yuk mashinasi emas, bu haqiqiy mehnatkash avtomobil. Bir qarashda oddiy ko'rinadi, lekin aynan shu soddalik uni minglab haydovchilar uchun eng ishonchli tanlovga aylantirgan. Labo ilk bor bozorda arzon, bardoshli va tejamkor transport sifatida paydo bo'lgan va bugun ham o'z falsafasiga sodiq qolmoqda. 2026 yilgi versiya ham ixcham o'lchamlari bilan shahar ko'chalarida juda qulay harakatlanadi. Old qismi sodda dizaynga ega, ochiq yuk platformasi esa kundalik yuk tashish ishlarini ancha yengillashtiradi. Salon ichida ortiqcha hashamat yo'q, lekin barcha kerakli boshqaruvlar qulay joylashtirilgan. Bu esa uzoq ishlashda charchoqni kamaytiradi. Laboning eng katta ustunligi uning tejamkorligi. Kichik hajmli dvigatel kam yoqilg'i sarflaydi, texnik xizmat esa cho'ntakka og'irlik qilmaydi. Bozordagi boshqa mini yuk mashinalari bilan solishtirganda, Chevrolet Labo narx va ishonchlilik bo'yicha juda kuchli raqobatchi hisoblanadi. Agar sizga ko'rinish emas, natija muhim bo'lsa, 2026 Chevrolet Labo bu jim ishlaydigan, lekin doim foyda keltiradigan haqiqiy ishchi avtomobil.